kuchli odamlarni ko'ramizda, ha endi bularga Xudo beribdi-da, bular Allohning sevgan bandasi, meni esa Xudo sevmaydi-da, menga bermagan. Menga bu qiyin deymiz. Qulay zona qizlar bu botqoqlik. Bizda ham harakat bo'lmasa hammasi nol. Yana bir marta dinimizga murojaat qilamiz qizlar. Yaratgan bizga nima dedi? Toki sen o'zingni holingni o'zgartirmaguncha men seni holingni o'zgartirmayman dedi. Maqsad bo'lsin qizlar, niyat qo'ying, harakat qiling, bahona topmang. Niyat bo'lish kerak ekan deb o'shanga qarab harakat, qadamma-qadam. Assalomu alaykum azizlar. Men Amira Rashidova, Qizil pomada onlayn kurslar platformasi muallifi, prodyuseri, rahbariman. Life coachman. Motivatsiya ham berib turaman ora-orada. Lekin psixolog emasman. Shunisi. Assalomu alaykum. Men psixologman. Ha, mana gapir. Psixolog, seksolog Parizoda Kurahmedova. Men amaliyotchi, xalqaro toifadagi mutaxassis, oilaviy munosabatlar bilan ishlayman. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat ishonchingiz uchun, rahmat qadrli vaqtingiz uchun. Har bir ayol bilishi kerak bo'lgan mavzularni ochishga harakat qilyapmiz. Manfaatli va maksimal darajada foydali bo'lishi umid qilganmiz, niyat qilganmiz. Hammangizga xush keldingiz. Assalomu alaykum. Ismim Aziz Ismailova, health coachman. Azizlar, boshlaymiz. Boshlaymizmi? Bugungi mavzuyimiz bu o'ziga ishonch va ideal tanaga qadam bo'ladi. Bugungi vebinarimiz eng og'riqli nuqtaga tegamiz. O'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lganlar uchun. O'sha tanadagi o'zini qabul qilmasligi, o'zini qadrlay olmasligi, hali tashqi ko'rinishiga nech baho berasiz degan past baho beradiganlar uchun va maqsadi haqiqatan ana o'sha o'ziga bo'lgan ishonchni orttirmoqchi bo'lgan u qaysi yo'ldan borishni bilmaydiganlar uchun juda ham foydali bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa, qaysi mavzularda bugun gapiramiz qizlar? O'ziga ishonch turlari, o'zi ular qanaqa bo'ladi? Mana ko'p holatlarda meni oldimga bolalarni, o'smirlarni olib kelayotganda bunaqa deyshadi. Farizat opa, bolam bilan ishlang, o'ziga bo'lgan bahosi baland bo'lsin. Mani bolamni o'ziga bo'lgan samotsenkasi baland bo'lishini xohlayman. Men aytaman, "Yo, to'xtang. Siz o'zi samotsenka haqida yoki o'ziga bo'lgan ishonch haqida tushunchangiz bormi? Baland ham bu o'zi normami yoki yo'qmi? Nimani istayapsiz?" degan savol beraman. Ya'ni shular haqida gapiramiz. O'zingizga ishonishingizga nima to'sqinlik qiladi? Qani aytib berchi. Buni qizlardan so'rash kerak. Ular o'zlaridan so'rashsin. Ularni mana mening qo'limdan keladimi yoki yo'qmi? Yoki ya'ni o'ziga ishontirish uchun meni qo'limdan keladi degan narsaga nima to'sqinlik qiladi? Lekin ko'p holatlarda mana to'sqinlik qiladigan gaplar o'z qizlarni bahonasi yoki aytsak o'sha ichidagi fikrlari bu masalan mening qo'limdan kelmayapti, men eplay olmayapman, men qila olmayman, ishonch yo'qda. Chunki o'zini mana har bitta insonni qizlar ichida har doim oporasi bo'ladi. Ya'ni mana tasavvur qiling, xuddiki mana fundamentingiz ichingizda, u sizniki faqat. Va uni faqat o'zingizga siz bera olasiz. Bu o'sha ichingizdagi bo'lgan o'zingizga ishonchingiz, qo'llab-quvvatlashingiz hammasi ular yillar mobaynida to'planib shunaqangi qattiq stерженday bo'ladida, sizni ushlab turadigan va hayotingizda nimaiki sodir bo'lmasin, siz baribir ham o'zingizni qo'llab-quvvatlaysiz, o'zingizni yaxshi ko'rasiz va o'zingizga ishonasiz. Lekin ko'p holatlarda agar bizlarni yoshligimizda, qayerdadir tam turmushimizda ozgina bizlarni shubhalantiradigan narsalar bo'lsa, xuddiki mana zanjirni bitta bir anaqasi yorilgan bo'lsa, o'sha yerdan boshlanadi. Kam-kam yig'ilib daryo bo'lurdi va o'shanaqa qizlarni ko'p holatlarda shu bahonasi meni qo'limdan kelmayapti, men eplay olmayapman, men qila olmayman, men uchun qiyin, qo'limdan kelmasa kerak degan gaplar bilan va shu darajada o'zlarini o'zi qulay zonaga o'tirg'izib qo'yishadiki, ya'ni botqoqlik. Men har doim aytaman-da, qulay zona qizlar bu botqoqlik. Ko'p holatlarda qizlarda o'sha botqoqlikdan chiqib ketish uchun kuchi yo'q. Shu bilan birgalikda o'ziga ishonchga nima xalaqit qiladi desa, bu qiyin deymiz. Osongina, shunchaki hattoki tasavvur ham qila olmaymiz va shunchaki kuchli odamlarni ko'ramizda, ha endi bularga Xudo beribdi-da, bular Allohning sevgan bandasi, meni esa Xudo sevmaydi-da, menga bermagan. Menga bu qiyin deymiz. Lekin ishoning, bugungi kunda natijaga erishgan, zo'r imkoniyatlar qo'lda bor, o'sha deylik orzusidagi sayohatlarga erishayotgan, orzusidagi uyiga, mashinasiga yoki deylik chiroyli hayotiga erishgan odamlarning hammasi o'z vaqtida yaxshigina mehnat qilgan. Hech qachon shunchaki osmondan tushib
yoqishmaydi. Xoh siz boyning qizi bo'ling, xoh siz boyning xotini bo'ling, lekin agar ichki mana bu yerda ichkarida o'zidan to'liqlilik hissi bo'lmasa, to'liqlilik mana o'zidan, o'zini yashayotganidan, boshqasidan, men shunaqa boylarni, qizlarni bilamanki, judayam samotsenkasi past. O'ziga ishonchi nol. Ya'ni rol shunaqa rolni ko'rsatadi, maskani kiyadiki, xuddiki uning ishonchi yaxshiday, lekin millionta o'ziga ichida anularni bahonalarini topib qo'ygan. Burnim qiyshiq, bunim falon, unim pismadon, men yetarlicha dadam meni yaxshi ko'rmaydi, dadamga faqat pul kerak, dadam faqat biznes ortidan yuguradi, onamni men bilan ishi yo'q va hokazolar. Va o'zini shu qadar baxtsiz his qiladiki, va baxtsizlik aslida men doim aytaman, bu sizning boyligingiz, ya'ni boyligingiz borligi yoki yo'qligi, pulingiz ko'p yoki kamligiga bog'liq emas. Baxt tushunchasi ichkarida har bitta odamda individual shunchaki paydo bo'ladi. Agar shu narsani siz boya Parizod aytganidek o'sha aporalaringizni, ya'ni ustunlaringizni topib olsangiz, bu esa o'ziga ishonch, mana shu qadriyatlar, prinsiplar, o'zini sevgan ishi, oilasi, hayotda, jamiyatda o'zini o'rni, mana shunaqa o'zingizga prям agar katta ustunlarni topib olsangiz, sizni hech kim bunaqa holatdan joyizdan qimirlata olmaydi va farqi yo'q. Aytayapman-ku, sizda qancha pulingiz ko'pmi yoki kammi. Shuning uchun bu qiyin, bu doim yalqovlarning bahonasi. Keyingi judayam ko'p uchraydigan ko'nikma bu bizni erinchoqligimiz va ming afsuski dangasaligimiz. Nimadan bu kelib chiqadi? Energiya yo'q, sizni itaradigan, ertalabdan turib sizni butun dunyoni я готова перевернуть мир deydi-ku, butun dunyoniga yetadigan ishlarni bajarishga yetadigan energiyangiz yo'q. U nima sababdan yo'q? Turli sabablari bor. Avvalambor, siz nima uchun qilayotganingizni bilmaysiz bu harakatni. Siz kimgadir yoqish uchunmi yoki kimdir sizga, masalan deylik, ozish misolida aytadigan bo'lsak, siz nima uchun vazn yo'qotmoqchisiz? Kimgadir yaxshi ko'rinish uchunmi yoki kimdir sizni tanbih qilgani uchunmi yoki o'rtog'ingiz bilan musobaqalarda yashaganingiz uchunmi? Avvalambor maqsadni to'g'ri tanlab olasiz. Maqsad sizga energiya berish uchun. Ikkinchi tomondan erinchoqligingizga sizni qo'llab-quvvatlovchi muhit yo'qligi juda ham ko'p ta'sir qiladi. Muhit juda muhim erinchoqlik, dangasalikni yengishda. Va yana bir narsa, balki sizni erinchoqligingiz bu sizni yalqovligingiz emas, balki organizmning holatidir. O'sha defitsitlar bo'ladimi, vitaminlar yetishmasligi, qabziyatlar, siz noto'g'ri ovqatlanishingiz, siz kechqurun ovqat yeb olasiz, kechqurun organizm kuchga to'lishni o'rniga bechora uni hazm qilishdan ham ovora bo'ladi. Faktorlar ko'p. Sekin-sekin ularni bartaraf qilgandan keyin turdim, maza qilyapman, 8 soat uxlab, energiyam ko'p kabi zo'r natijalarga erishamiz. Shuning uchun erinchoqlikni juda faktorlari ko'p. O'zingizda bir taftish qilib ko'ring. Qaysinisi sizga ko'proq mos lekin. Hamma narsa dunyoda fikrdan boshlanadi. Fikrni o'zi va fikr shunaqangi katta kuchga ekanligini biz tasavvur ham qila olmaymiz-da. Mana biz duo qilayotganda, namoz o'qiydi, avvalambor nimadan boshlaymiz? Niyat. Niyat bu fikrlarimiz, chiroyli fikrlarimiz, biz ularni og'zaki aytamiz va ko'p holatlarda og'zaki aytilayotgan gaplar bu qimmat, mumkin emas, ruxsat berishmaydi, vaqt kerak, hammasi niyatga qarshi bo'layotgan shunchaki og'zaki so'zlarda, so'zlar bizlarni asli ko'p holatlarda ichki xohishlarimizni, ichki niyatlarimizga to'sqinlik qiladi. So'zlaringizga e'tibor bo'ling qizlar, o'ziga ayiydigan, o'ziga ekonom qiladigan ayollar haqida aytmoqchiman-da. Ya'ni bu qimmat, bunga pul kerak. Bu yerda bitta savol qizlar, siz nimaga loyiqsiz? O'zingizga qanaqa munosabatdasiz? Qimmat aslida bilim olish qimmatmi? Yo o'zini sevish qimmatmi? Hammasi kelib nimaga taqaladi? Qancha ko'p bu yerda men tushunaman, hozir pul haqida qayerdadir gap ketishi mumkin. Kimdir pulga taqaladi, boshqa bo'ladi. No, siz hozir umumiy ravishda shu tushunchani olingda va o'zingizdan so'rang. Men o'zimni qiymatimni qanchaga baholayman, o'lchayman. O'ziga bo'lgan baho bilan o'ziga bo'lgan ishonchni farqini aynan bugun aytib o'tamizda, o'zimizni baholaymiz. Ko'p holatlarda o'ziga ruxsat bermagan insonlarni o'zini baholashi juda ham past bo'ladi-da. Chunki o'zini ichida loyiq deb bilmaydi. Men endi sohamga xos har bitta gapni, har bitta narsani ildiziga qarayman-da.
qayerdan kelib chiqyapti va uni nimada aslida nimani anglatyapti. Mana shular haqida-da bular, chunki qancha odam yo'q, menga kerak emas, bu qimmat. Nima qilaman hozir, bunga meni vaqtim yo'q. Bahonalar. Hattoki o'zimni onam ham qachonlardir mana ozish uchun shuncha harakat qilsa ham boshqa qilsa qilishi kerak edi, verniyada, yo hozir meni vaqtim yo'q-da, meni vaqtim yo'q deb rosa bahona qildilar-da. Yoki o'zimni o'g'lim. Mana kechaga urishib qoldik-da. Aka bitta joyda o'qiyaptilar, proyekt qilyaptilar ekanda, angliyskiga borishga vaqtlari yo'q emish. Boshqa paytlari 14 soatlab uxlashga, kechasi bir narsalar qilishga vaqtlari bor, lekin angliyskiga vaqt yo'q. 1 soatli angliyskiga. Bu ham bahonalarda, asli bizning hayotimizda mana shunaqa yo'q joydan kelib chiqadigan bahonalar millionta bo'ladi-da. Albatta bular o'zimizning rivojlanishimizga to'sqinlik qiladi. Ko'p holatlarda asosida nima turadi? Maqsadning yo'qligi yoki noto'g'riligi. Ya'ni opet-taki niyat qanday qo'yilgan va nimaga intilyapmiz biz. Bahonalar topish oqibatda nima bo'ladi? Как psixolog sifatida nima deysan? Bahonalarni topish odamni nimaga olib baxtsizlikka. Chunki biz har doim hayotda kimdir bilan xohlasak, xohlamasak, birovlar bilan biz o'zimizni solishtiramiz. Birovlarga qaraymiz, ularni yaxshi yashashini, chiroyli qomatiga, boshqasiga baxtsizlik tuyg'usi, o'zimizdan qoniqmaslik, vazn oshishi, energiyamiz yo'qolgani, umuman to'liqlik hissiyoti yo'qdi. Mana hayotdan zavqlanish bo'lmaydi, lekin uni ildizida doimiy ravishda ustimizda ishlash uchun biz bahona qilayotganimizni ko'ra olmaymiz. Albatta mana shu yerga kelib qayoqqa taqaladi? Qo'rquvlarga, bahonalarga, psixotravmalarga. Meni dadam xafa qilgan, meni dadam qo'llab-quvvatlamagan. Meni onam menga pul tikmagan, meni o'qitishmasdi, men o'qimaganman. Meni turmush o'rtog'im ruxsat bermasdi, men shuning uchun shunaqa bo'lib qoldim-da. Ya'ni mana bu qo'rquvlar hammasi, ya'ni men eplay olmayman yoki menga mumkin emas degan tushuncha-da. O'sha siz aytayotganda, ya'ni bahonalar nimaga olib keladi deganda, ya'ni bitta juda katta narsani sizlarga aytaman. Bahonalar qizlar kambag'allikka olib keladi. To'g'ri ma'noda kambag'allikka, ya'ni ham moddiy jihatdan ham ma'naviy kambag'allikka. Shu qadar kambag'al bo'lamizki, bahonalar ortidan, chunki bizga doim kimdir aybdor. Dunyo aybdor, erimiz aybdor, vaziyat aybdor, davlat aybdor, mahalla aybdor, qo'shnilar, hamma odamlar aybdor. Go'yoki biz hozir nimadir qilsak yoki o'zimizga ishonchimiz baland bo'lsa, odamlar gapiradi deymiz. Mana kecha bitta ayol yozibdilar-da, 10 ming qadam yura olmayapman chunki qishloq yashayman, odamlar gapiradi. Bahona. Va mana shu bahonalar sizni har qanaqa holatda kambag'al qiladi. Chunki odam harakatsiz bo'lib qoladi. Bahona kerak-da unga. Unga komfort zonasida o'tirish, mana shu divanchasidan turmaslik uchun, uyidan chiqmaslik uchun bahona kerak. Siz tashqariga chiqsangiz hayot o'zgarishni boshlaydi. Harakat bormi, energiya bormi, sizga aynan sizning energiyangiz qancha bo'lsa, shuncha energiyaga yarasha qiymat keladi. Bu pul jihatdan bo'lishi mumkin, bu takliflar bo'lishi mumkin, bu hayotingizdagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin va hatto eringizdagi baraka. Mana nima uchun ayolning energiyasi, mana ayol energiyasi kerak erkakka yoki erkak ayolning energiyasidan oladi deymiz-ku. Mana nima uchun shunaqa deyshadi? Qadrsizlantirib psixologlar ko'p gapirib buni qanaqadirchi o'sha mensimaydigan gapdek qilib qo'yishganda, yo'q, aslida juda jiddiy qarasangiz, agar qachonki ayolni ichida to'liqlilik hissi bo'lsa, qachonki ayolni ichida shukronalik bo'lsa, mana shukronalik dunyochalik, hamma narsada oddiy nonda ham, oddiy suvda ham shukronalik tuyg'usi bo'lsa, uning shukronasidan eriga ham beriladi. Ya'ni yonidagi insonlari, farzandi, eri, qaynona, qaynota, butun oilasiga o'sha rizq nasiba beriladi. Shuning uchun sizning energiyangiz bu. Mana insonlarga yaxshi gapirdingiz, siz 3 ta ayolga kompliment qilsangiz agar nima bo'ladi hayotingizda bilasizmi? Bu sizga hisob ketadi u yoqqa. Hisob tepada. Hamma narsa pulda emas, moddiyatda emas. Hamma narsa pul bilan chaqib bo'lmaydi qizlar. Hamma narsani mamlakat faqat pul emas bu hayotda. Ya'ni berishni ham o'rganishimiz kerak. Shunchaki shartsiz sevgi orqali. Конечно, bu 100% hamma narsani ber degani ham emas. Mana me'yorda siz bering va olasiz.
ko'p qilib beradi Xudoyim sizga. Shuning uchun umuman olganda bu juda katta mavzu va biz ozgina hozir mavzudan chetlashishimiz mumkin, lekin shu narsani unutmang. Yana bir marta dinimizga murojaat qilamiz qizlar. Yaratgan bizga nima dedi? Toki sen o'zingni holingni o'zgartirmaguncha men seni holingni o'zgartirmayman dedi. Ya'ni biz o'tirib Rod surasi, azizlar, 11-oyatda 11-oyat. shunchaki o'tirib shu bahona qilish bu biz o'zimizni holimizni o'zgartirishimiz emas, balki kimnidir holini, kimnidir o'zgarishini, vaziyat o'zgarishini kutishimiz. Shunchaki ba'zi aytamiz juda to'g'ri aytdilar fikr kuchi haqida. Amallar niyatga bog'liq, to'g'rimi? Niyatni to'g'ri qiling. Men uchun xayrli bo'lsa o'zing yetkaz deb harakatingizni qilib ko'ring. Meni ham hayotimda juda ham ko'p bo'lgan kurslarni sotib ola olmagan joylarim bor. Haligacha masalan dunyodagi coachlar bor. Shaxsiy o'qishiga borgim keladi. Hozircha men imkoniyatim yo'q. Lekin niyatni to'g'ri qilaman. Menga shu xayrli bo'lsa yetkazgin deyman. Shunga yarasha harakatimni qilaman. Samatsenko nimasi bilan zo'r bilasizmi? Uni to'g'rilasa bo'ladi, uni ko'tarsa bo'ladi. Qachonki mana bu yerda bilim ko'paysa, tajriba ko'paysa, qabul qilish boshlansa, qachonki mana bu yerda ishonch paydo bo'lsa, o'ziga, Allohga, insonlarga, dunyoga shartsiz mehr paydo bo'lsa, hammasini qilsa bo'ladi. Shuning uchun bundan hech qachon ko'p aziyat chekmang va xafa ham bo'lmang. O'zini kamchiliklarini bilgan odam doim o'sadi. Men mana shu narsani menga yetmayapti va men rivojlanaman va o'saman deydi-da, harakatda bo'ladi-da. Buni o'zini pastda bilmaydi, bundan uyalmaydi, ommaga bemalol chiqa oladi, bemalol fikrini ayta oladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar meni gapirishga haqqim bor deb turadi-da. Ya'ni bu manmanlik ham emas, bu shunchalik adekvatlik. William James bor, Amerikani mashhur psixologi, shu o'z vaqtida o'ziga ishonchni formulasini taqdim qilgan. Unga ko'ra siz o'zingizga bo'lgan ishonchni haqiqiy baholash uchun o'zingizni hayotda erishgan yutuqlaringizni yozib chiqasiz va erishmoqchi bo'lgan hayotiga maqsadlaringizni yozasiz, niyatlaringizni va shuni nisbatini ko'rasiz. Agar siz faqat yutuqlaringizni o'zingizni tan olsangiz, bunday bir maqsadlaringiz bo'lmasa, bu o'shani haddan tashqari noadekvat baland bo'lib ketgan bo'ladi. Agar sizning maqsadlaringiz ko'p bo'lsa-ku, lekin siz umuman erishgan yutuqingizni tan olmasangiz, bu ana noadekvat o'zingizni pasaytirib borasiz. Ya'ni ko'zingizga ko'rinmaydi. Bir xil qizlar masalan 10 kiloga ozmoqchiman deydi-da, o'sha 2 kiloga ozganini qadrsizlantiradi. Yarim kiloga, 200 grammga ozganini ham qabul qilish kerak. Demak, o'ziga bo'lgan ishonch adekvat bo'ladi qachonki sizning yutuqlaringiz normalni o'zingiz tan olsangiz va maqsadlaringiz ham adekvat bo'lsa. Shunchaki bugun o'zingizga bir qog'oz olib yozib chiqing. Hayotda nima yutuqlarga erishdingiz-ku, nima maqsadlaringiz bor. Shunchaki solishtirib mutanosibligini ko'ring. Mana shu adekvat bo'lganda o'zingizga bo'lgan ishonch adekvat bo'ladi. Mana shu Aziza Wikipediyada, hajatchi Wikipedia deyman-da. Men buni Amerikalarning Kaliforniyasini o'qib kelgan, diplomlarini olgan, hamma ham aslida ko'pchilik o'qiydi chet elda, lekin diplomigacha hamma ham zashita qila olmaydi-da. Diplomini olgan, magistraturasini ham bitirgan-a? Magistraturani boshqa joyda bitirganman, lekin hozir qizlar o'ylashi mumkin-da, Amir, balki bir sharoiti bordir, balki Azizani kimdir pulini. Yo, Aziza oddiy oiladan chiqqan. Oddiy biz vaqtda hamma maktabini, uyini oldi deb nima maktab bo'lsa, o'sha 243-uyimni oldi deb maktabga borganman qizlar. Lekin bilardimki harakat qilsa yetsa bo'ladi. 10-sinfda men Amerikada o'qigan programmada YouTube o'qiganman. 10-sinfda xuddi o'sha programma maktab bolalariga ham bor edi-da. Men topshirib hattoki birinchi pog'onasidan ham o'ta olmaganman. O'sha kuni 10-sinfda men bilganmanki, men ingliz tilini umuman bilmas ekanmiz. Endi biz u vaqtda repetitor yo'q, boshqa yo'q, o'zbekcha maktabda o'qiganmiz. Lekin o'sha kunda menda maqsad paydo bo'lgan. Oldimdagi ana 17-maktabda, 110-maktabda o'qigan bolalar o'tgan, biz o'rtoqlarim deb men birinchidan ham o'ta olmaganman, birinchi turidan ham. O'sha kuni maqsad bo'lgan. Bular o'tdi-ku deganman, demak men ham harakat qilishim kerak. 3 yil o'zimga vaqt berib ingliz tilini o'rgandim, institutga o'zim byudjetga kirdim. O'shanda ham gapirishadi, byudjetga faqat puli borlar kirardi deb. Harakat qildim. Keyingi universitetlar aro bo'ladigan musobaqada haqiqatan yutdim. Universitetda haqiqatan biron so'm pul to'lamay o'zim borib o'qidim, ota-onamga ham Amerikani ko'rsatdim. Nima demoqchiman? Maqsad bo'lsin qizlar, niyat qo'ying, harakat qiling, bahona topmang. U qimmat, men ham o'tirsam bo'lardi, u qimmat, men 110-maktabda o'qimayman, 17da o'qimayman, yo'l bo'lsin deb. Niyat bo'lish kerak ekan deb o'shanga qarab harakat, qadamma-qadam. Hammasi bo'ladi. Xo'sh, o'ziga bo'lgan bahoning past bo'lish sabablarini ko'ramiz va shu yerda a'lochi sindromi bilan men konsepsiyasi. A'lochi sindromi qizlar, bu qachonki biz doimiy ravishda yoshimiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, xoh 60 ga kiring, xoh 20 da bo'ling, ichingizda sizda doim isbotlovchi pozitsiya bor. Ya'ni siz nimanidir kimgadir isbotlaysiz, yaxshiroq bo'lgingiz keladi va sizga
o'zingizdan-da muhim tashqi muhitning bahosi kerak. Ya'ni tashqi muhitni sizga olqishi judayam kerak. Mana shu a'lochi sindromdagi odamlar bular ishini shunaqa zo'r qiladi-yu, mana biladi что zo'r qilgan, lekin baribir ichi qoniqmaydi o'zidan. Chunki tashqaridan tashqi muhit ularga qarsak chalsa, ya'ni o'sha deylik agar a'lochi sindromidagi kelinlarimiz bo'lsa agar shunaqa pirogni dahshat yorvoration qilib pishiradiki, dahshat просто zo'rda. No qaynonasi shunchaki aytdiki, yaxshi bo'pti dedi. Ichidagi motivatsiyasi tushib ketadi. Voy deydi. Shu bitta shu gapni aytdi. Ya'ni o'zini ichida o'ziga motivatsiya bera olmaydi. Menga yetarli, meni o'zimga yoqgani yetarli. Menga yana nima kerak bor odamlarning gapi demaydi. Va mana shu gipermas'uliyat, bu aynan mana shu isbotlovchi, raqobatchilar bo'ladi a'lochi sindromi va aslida bu yerda bizni kim shunaqa qilgan bilasizmi? Maktab va oila. Maktabdagi o'sha a'lochi sindromini bizani sistemamiz qanaqa? 5 olasan yo 2 olasan. Mana shu a'lochi bo'lish uchun 5 olish uchun bola doim harakat qiladi o'qituvchisiga yoqish uchun. Hamma narsa qiladi. Birinchi partada o'tiradi, jimgina darsini toza qiladi. Unga maqtov kerak. Ya'ni unga kelib, masalan, Nilufar молодец. Mana sinf oldida молодец degani unga energiya beradi. Hatto bolani kichkinaligidan, chunki uy muhitida ham u bolani faqat raqobatda katta qilamiz. Ya'ni Nilufar opangni qara, Nigorani qanaqa молодец, qara xonasini qanaqa tozalagan yoki qara kiyimini qanaqa toza kiyadi. Sen esa dog' qilib qo'yding. Mana shu kichkinagina dog' ko'ylagidagi unga bir umrda sen ikkichisan degan bahoni mana bu yerga qo'yib qo'yadi. Kichkinagina qayerdadir yirtilgan shimchasidagi nuqtacha bo'ldi, uni butun o'sha men yaxshi emasman, men yetarlicha zo'r emasman, men ota-onamni kutuviga javob bera olmayapman, ya'ni meni ota-onam orzu qildi, meni ota-onam shunaqa mendan ko'p narsani kutayotdi va men shu narsani qila olmadim degan ichki o'sha kritik o'tirib oladi, tanqidchi faqat tanqid qiladi. Shuning uchun bunaqa qizlar ko'p paytda yutqizishdan ham qo'rqishadi. Paytim bu a'lochilik sindromi bizni juda charchatadi va u yerga bizda juda ko'p energiya ketadi, isbotlash energiyasi. Shunaqa va mana shu yerda agar qo'shimcha qilib qo'yadigan bo'lsak agar, sindrom отличницы, ya'ni a'lochi sindromi ham qayerdan boshlanadi? Men konsepsiyasida-da. Nima uchun biz ayni juda qisqa qilib aytib beraman qizlar, men konsepsiyasi bizlarda, ya'ni inson o'zini men deb qabul qiladigan payti 3 yoshdan boshlanadi. Ya'ni onani 3 yoshgacha bola o'zini ona bilan bir butundek ko'radi-da. Aynan 3 yoshda boshlab men o'g'ilman, men qizman degan tushunchaga ega bo'lishni boshlaydi. Buni men konsepsiyasi deyishadi. Ya'ni o'sha menini topishni boshlaydi. Birinchi uni o'sha meni uni oilasida, ya'ni bizlarni samotsenkasi, uni o'sha bolani men degan samotsenkasi shakllanishida birinchi agent bu oila hisoblanadi. Ya'ni oilada qo'llab-quvvatlanishi, oilada yaxshi ko'rilishi, sevilishi, oilada kimdir doimiy ravishda qo'llab-quvvatlasa va boshqa qilsa, bolada o'ziga bo'lgan tushunchasi, o'ziga bo'lgan meni to'g'ri shakllanadi, ya'ni adekvat shakllanadi. Ya'ni men chiroyli qizchaman. Qizlarni ahamiyat bergan bo'lsangiz 5 yoshgacha hammasi men prinsessaman, men qirolichaman, men katta bo'lsam qirolicha bo'laman deyshadi. Aynan oilada esa nima deyshadi? Ko'plik killama. Bunaqa qilma. Hattoki mana shunaqa bir mijozim bo'lardi, bilasizmi? Ayol kishi 30 dan oshgan, hech uydan chiqmagan, o'ziga ishonmagan go'zal ayol, lekin o'zini juda ham xunuk deb bilardi-da. Hattoki eri bilan munosabati ham juda ham yomonlashib ketgan edi, eri xiyonat qiladigan, u ayol shu darajada tushkunlikka tushgan, uyda o'tirib qolgan edi. Уже shu darajada energiyasiz kasallikka olib kelgandiki, faqat yotardi. Doktorga bo'lsa, doktorlar hammasi siz sog'lomsiz, opa desa agar, yo'q, menda kasallik bor. Yaxshilab qarang, meni mana bu yerim og'riyapti, menda kuch yo'q, holsizlik, men o'layapman degan darajada bo'ldi. O'shanda ular doktor psixologga boring deb aytishgani, psixolog keldi oldimga, biz ishlashni boshladik. Shunda ham o'zi kelmagan,
erini oilasi buni majburlab olib kelishgan. Kenayim yosh cho'ta anaqa bo'lyaptilar deb da aslida menda bunaqa istoriyalar juda ham ko'p. Ya'ni yaqinlari majburlab olib kelishgan va o'sha ayol bilan ishlaganimizda bilasizmi qanaqa kichkinaligidagi men konsepsiyasida shakllanib qolgan travma chiqdi. Uni o'sha 3 yosh, 4 yoshda, 5 yoshida ular juda katta oilada katta bo'lishgan, buvisi bilan yashashgan, o'sha amakivachchalar hammasi yashab, uni singlisi bo'lardi, opachalari bo'lardi. Aynan bu ozg'ingina bo'lgan hisobiga buvijonlari voy namunchasan hammasi yaxshi chiqdi, bittasan xunukchadasan voy degan ekanda. Doimiy ravishda 2-3 marta pastdan takrorlab kelgan ekanda shu narsani. Bu opalariga nisbatan men juda ham xunukman. Menga shu darajada ichiga qobig'iga kirib qolgan ekanki, o'sha biz ishlaganimizda hattoki o'sha 4 yoshdagi holatda haligacha qolib ketgan o'sha ayol bo'lgan ekanlarda. Ya'ni qizlar, mana sizlarga hozir savol. Yoshligingizni eslang bir, sizlarni ham kimdir voy mana bunaqa bo'lgan deb esingizda qolganmi? Buvingizni tanqidi yoki oyingizni namuncha oyog'ing qiyshu, namuncha burning katta degan gaplar. Men aytgancha o'zimni aytmoqchiman. Naverna psixologiyaga kelgunimcha juda ham o'zimga bo'lgan bahoyim past bo'lgan. O'zimni pakana deb aytardim, burnimni rosa katta deb aytardim. Hozir bu eng chiroyli fishkali burun deb aytaman aslida. No, qachonlardir shunaqa uyalardim o'zimdan. Bo'lmasam a'lochi bo'lardim, zo'r takoy. No, mana shu kompleksni yopish uchun Rashidova aytgan qanaqa o'g'il bolachi bo'lganman. Voy, qanaqa urarding hammani. Biz Farizod bilan kim bilmasa 1-sinfdan birgamizda bu qiz bilan. O'g'il bolalarni do'pposlashga zo'r edi-da bu. Xullas, men konsepsiyasi mana shunaqa yoshlikdan shakllangan. Yana agentlar bu bog'cha, maktab, institut, turmush hayot. Ya'ni sizga vazifa. Eslang, qachon siz tanqidlarni eshitgansiz, ular ichingizda qolib ketgan va sizni bahoyingizni tushirib kelyapti bugungi kungacha. Izohlaringizda qoldiring.